Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz Excel'da funksiyalar bilan ishlash hisoblanadi. Excel'da qaysi funksiyalar bilan ishlaymiz? Asosan Excel'da bugunchalik hozircha счётzi, считать, пустоты, счёт, сумм, max, min, сравнать, levsim, поиск, delester, pstr, prosim shu funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Bu funksiyalarning vazifalari nima? Счётzi belgilangan uzoqda nechta ma'lumot borligini hisoblaydi. U son, matn bo'lsin. Shu nechta ma'lumot borligini, shu yacheykalar sonini hisoblaydi. Shu yacheyada nechta yacheykaga ma'lumot yozilgan yoki nechta yacheykaga son yozilgan bo'lsa, shu nechtasi to'ldirilganini hisoblaydi. Счита пустоты esa shuni teskarisi, bo'sh holatdagilarni hisoblaydi. U son yoki matn bo'lishidan qat'iy nazar. Счёт bo'lsa, belgilangan oraliqda nechta ma'lumot borligini hisoblaydi. U faqat son qiymatdagisini. Sum bo'lsa, belgilangan oraliqdagi qiymatlarning yig'indisini, umumiy yig'indisini hisoblab beradi. Maksimal belgilangan oraliqdagi eng katta qiymatni hisoblab beradi. Ya'ni maksimal qiymatni topib beradi. Minimum bo'lsa esa eng kichik qiymatini topib beradi. Сравнать shu biz belgilagan oraliqdagi qiymatlarning o'rtacha qiymatini hisoblaydi. Levsim bo'lsa, shu belgilagan oralig'imizdagi qiymatlardan shu boshidan boshlab kerakli simvollarni ajratib beradi. Prosim oxiridan kerakli simvollarni ajratib olishimiz mumkin. Pstr esa o'zimiz qaysi oraliqdagi simvollar kerak bo'lsa, o'sha oraliqni kiritamiz va o'sha oraliqda turgan simvollarni bizga ajratib chiqarib beradi pstr. Delester bo'lsa, belgilangan oraliqda nechta simvol borligini aniqlab beradi. U son yo xoh matn bo'lsin, farqi yo'q. U faqat nechta simvol borligini hisoblab beradi xolos. Poiskda shu nom bilan aytib turibdi. Belgilangan shu biz qaysi oraliqni belgilaydigan bo'lsak, o'sha belgilangan oralig'imizdan aynan qidirmoqchi bo'lgan simvolimizni yoki biror bir belgimizni topib beradi. Endi biz mana shu nomlardan foydalanib, endi shu ko'rib chiqqan formularimizni amalda foydalanib ko'ramiz. Счётzi Счёtzining vazifasi nima edi? Belgilangan oraliqda nechta ma'lumot borligini hisoblaydi. Son, xoh, matn holatda bo'lsa ham. Mana ikkita ustunimiz sonli, ikkita ustunimiz matnli holatda. Endi buni ikkalasini ham ikkala holatdagisini ham tanlaymiz va bosamiz. Mana 20 ta ekan. Yo'q, agar faqat son yoki matn holatdagisi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qiladigan bo'lsak, 5 ta chiqarar ekan mana. 5 ta bo'lib qoldi. Ya'ni shu biz belgilangan oraliqda sonmi, matnmi farqi yo'q, nechta ma'lumot kiritilganligini hisoblab beradi. Ya'ni yacheykalar to'ldirilgan yacheykalar sonini hisoblaydi. Считать пустоты bu o'shanga teskarisi, ya'ni bo'sh bo'lgan yacheykalarni hisoblab beradi. Считать пустоты mana bu to'lgan holati bizga bu hozir 0 qiymat qaytaradi, chunki bu bo'sh bo'lgan yacheykalarni sanash kerak. Mana bo'sh bo'lgan yacheykalarni sanab beradi. Agar biz buni oralig'ini mana bunday qilib o'zgartiradigan bo'lsak, mana bo'sh holatdagi yacheykalarni ham oladigan bo'lsak, 6 ta mana. 6 ta bu 26 gacha bu yog'idan sanaydigan bo'lsak,
26gacha mana 3 ta 6 ta yachaka bor. Ya'ni bu to'ldirilgan emas, bo'sh holatdagilarni sanab beradi bizga. Masalan, mana shu to'ldirilgan aralikdagilarni olamizda, o'shandan bittasini o'chiramiz. Mana bitta bo'lib qoldi. Buni ham o'chiramiz. Mana ikkita. Ya'ni shu biz belgilangan oralikda nechta bo'sh yachaka borligini bizga ko'rsatib turadi. Yana 0 ga o'zgarib qoldi. Shu belgilangan oralikda nechta ma'lumot borligini hisoblaydi. Bu sonli holatda hisoblangan. Beshta deb chiqardi. Lekin biz nechta kiritdik? 10 ta. Ya'ni biz belgilangan oralikdagi metalli holatni qabul qilmayapti-da, sonli holatdagi belgilangan yachakalarimizni sonini chiqarib beryapti. Summa belgilangan oralikdagi qiymatlarning yig'indisi. Mana shu oralikni belgilaydigan bo'lsak, mana shu biz belgilangan oralikdagi sonlarning barchasining umumiy yig'indisini hisoblab beradi bizga. Mana bu umumiy yig'indisi. Maksimal bizga endi bu kiritgan sonlarimizning ichidan bizga eng katta maksimal qiymatni chiqarib beradi. Minimum esa o'shanga teskarisi, eng kichigini chiqarib beradi. Mana shu oralikni kiritadigan bo'lsak, yana bizga eng kichigini chiqarib berishi kerak. Mana Sirzinaj belgilangan oralikdagi qiymatlarning o'rtacha qiymatlarini hisoblaydi. O'rtacha qiymatini hisoblaydigan bo'lsa, bu aholi sonini hozir hammasi umumiy qilib qo'shadi, nechta bo'lsa o'shanga bo'ladi, o'rtacha qiymati chiqadi. Lekin bunda virguldan keyin xona bor. Aholini son o'rtacha qiymatida bunday son bo'lishi umuman noto'g'riroq hisoblanadi. Shuning uchun mana bu yerda virguldan keyin nechta xona ko'rsatuvchi yoki olib tashlovchi funksiya bor. Mana buni bosib yachakani to'g'rilab olamizda. Mana bosadigan bo'lsak, virguldan keyin nechtadir xona qo'shadi. Mana bosadigan bo'lsak, virguldan keyin nechtadir xonasini o'chirib tashlaydi. Endi buni bu oralikda emas, summa holatida bo'ladigan bo'lsa, bizga o'rtacha summani chiqarib berdi. Umumiy summa hamma pullarni qo'shadi, nechta bo'lsa o'shanga bo'ladi. Umumiy o'rtacha summa kelib chiqadi. Lev sim belgilangan oralikdagi qiymatlardan boshidan belgilab olish. Boshidan hisoblab belgilab olish. Masalan, Yunusoboddan tanlaydigan bo'lsak, nuqtaga qo'yamiz. Bizga 5 tasi kerak. Mana boshidagi 5 tasini ajratib oldi. Prefsim belgilangan oraliq belgilangan oralikdagi qiymatlardan oxiridan belgilab olish.
Bunda ham shu yunusobodni belgilaymiz. Bitta virgul qo'yamizda, bunda ham mayli 3 ta olamiz. Mana 3 ta emas, 4 ta olaylik. Mana shu so'zni oxiridan 4 tasini olib berdi bizga. Prester belgilangan oraliqdagi qiymatlardan o'zimiz belgilab olish. Masalan, mana shundan oladigan bo'lsak, nuqta virgul qo'yamizda bizga kerakli bo'lgan oraliqni kiritamiz. Masalan, 3 dan nuqta virgul 6 gacha kerak. Mana 3 dan 6 gacha bo'lgan simvolni ajratib olib berdi. Presterimiz Prester belgilangan oraliqda nechta simvol borligini aniqlaydi. Presterni qanday ishlatishimiz mumkin? Prester masalan bitta emas, hamma ustunimizni oladigan bo'lsak, hamma ustunning har bir satrida nechta simvol borligini hisoblaydi. Masalan, Toshkentda 8 ta simvol bor ekan, Xorazmda 6 ta ekan. Mana bu sonlarimizda birinchisida 9 ta, ikkinchisida 10 ta, to'rtinchisida 11 ta ekan. Bu belgilangan oralig'imizdagi barchasini har bir satrda, har bir ustunning har bir satrida nechta simvol borligini hisoblaydi. Bu uning qulaylik tarafi. Har bittasini bittalab hisoblab o'tirish shart emas. Endi Priesterni shu bittasi uchun ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, mana shu bittasini oladigan bo'lsak, unda 9 ta simvol bor ekan. Endi poisk ham nom bilan aytib turibdi. Shu bizga kerakli bo'lgan qaysi bir simvol yoki belgini topib beradi. Masalan, biz qidirib ko'ramiz. Katta S harfini mana shu satrdan mana bu 4 va 5 satrimizda ustunimizda birinchisida bitta, 5-chisida ham bitta katta S harfi bor ekan. Mana bu 5. Mana bu 5 hozir o'sha S harfi nechanchi nimada turganini ko'rsatyapti. Nechanchi o'rinda turganini ko'rsatyapti hozir. Buni mana qilamizda, o'chiramizda, mana qiladigan bo'lsak, kaosni yopamiz. Ikkita kaos bo'lib ketibdi. Mana bunda bitta S harfi bor. Endi shu funksiyalarni biriktirgan holatda murakkab funksiya yaratish ham mumkin.
Masalan, qanday funksiya yaratishimiz mumkin? Masalan, LeoSim bilan poiskni foydalanadigan bo'lsak, masalan, LeoSimdan foydalanamiz. Mana shu ikkita ustunda tug'ib qo'yamiz, keyin poiskdan foydalanamiz. Qaysiki S harfini qidiradigan mana shu ustunda. Mana shu ustunimizni belgilab oldikda, shu ikkita S harfimizni poiskdan qidirib chiqarib oldik. Mana shunday qilib murakkab funksiyalar tuzishimiz mumkin. Bu endi qanday holatda kerakligiga qarab har bir biridan moslab tuzib olishimiz mumkin. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.